qanday bo'lar ekan dadasi? Xotiroma yaxshi bo'ladi. Kenayi. Aka. Voy! Assalomu alaykum. Aka uydami? Voy, kiringlar. Yaxshimisiz? Kelinglar. Aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xush kelibsan. Aka. Endi dadamizdan yodgorlik holimiz hurmati. Ukangizga pulda yordam qilmasangiz bo'lmaydi. Qarz berib turing deb keldim oldingizga aka. Shunaqa bo'lib qoldi. Beraman. Bormi? Bor. Berasiz. Bo'ldi. Rahmat. Sahida erim. Choy olib keling. Choy. Dadasi. Qo'rqib bording, he? Dadasi. Pul bermang demayman, bering. Shunaqa kunlarda belanadi. Qarindosh urug'chilik. Lekin o'tgan yili mashina olayotgan paytimizda qarz so'radik, berdimi? Uy solayotgan paytimizda qarz so'radik, berdimi? O'g'lingiz kontraktga pul yetmay qolganda qarz so'radik, berdimi? Bermadi. Yana ham o'zingiz bilasiz dadasi, pulsizligi. Men nima ham derdim? Yashab turibsizlarmi? Uka, pul bor deb o'ylagandim. Sefni ochib qarasam, pul yo'q ekanda. Uzra. Ha yo'q, chiqisi yo'q bo'lib turadi. Hay, qaynukajon, xafa bo'lmay ketasizlar, xo'p. Ha yo'q, nega xafa bo'lamiz? Keling. Akangiz qariganda shunday yomon qaridi. Sef to'la pul hozir sizlarga nimagadir bermadi. Ha? Bermadi? Ha, mayli, keling. Baraka toping. Yaxshi ham siz borsiz. Darvozani yopib qolay, chiqinglar-chi. Mayli, keling, yaxshi o'tiringlar. Hop. Shu akamni ukasi bo'lib tug'ilgandan ko'ra, kenayimni ukasi bo'lib tug'ilsam bo'lmasmidi? Siz qachon tug'ilishni bilmaysiz. Jannatim keling, baxtim yomon bo'lsin. زينك وبعدين عمل سد شغلي دفتري